Demak, quyidagi misolni ko'rib ketamiz. Geometrik savol. ABCda romb berilgan deyapti. Demak, rombni chizib olaylik. A, B, C, D. ABCda romb AB va BC tomonlarida P va Q nuqtalar olingan. Mana bu yerda P nuqta, bu yerda esa Q nuqta olingan deylik. AB va AP va BQ teng. Demak, mana bu masofa bu masofaga teng. Endi A masofa deylik. Mana bu BP masofa B bo'lsa, QC masofa ham B bo'ladi. Chunki romb bo'lgandan keyin tomonlari bir xil va aytayapti, BC taqsim 2 emas, ya'ni bu nuqta o'rtasi emas. O'rtalari emas deyapti. Xo'p. Va PD va DQ. PD masofamiz ham 1 ga teng. DQ masofa ham 1 ga teng. Bo'lsa, PQ ni uzunligini toping. Mana bu masofani uzunligini topishimiz kerak. Xo'p, demak, bu masofa romb tomonlari A plus B bo'la qolsin. Burchak alfa bo'lsa, burchak ham alfa. Mana burchak esa pi minus alfa bo'ladi. Kosinuslar teoremasiga ko'ra, mana bu APD burchakda 1 ni kvadrati teng deylik. 1 ni kvadrati teng A kvadrat plus A plus B ni kvadrati minus 2A kare A plus B ko'paytiruv kosinus alfa. Endi xuddi shunday ikkinchi tarafda ham QCD uchburchakda 1 ni kvadrati teng B kvadrat plus A plus B ni kvadrati minus 2B kare A plus B kosinus alfa. Endi mana shularni kosinus alfalarini topib tenglashtirib yuboramiz. Kosinus alfalarni topadigan bo'lsak, birinchisida A kvadrat plus A plus B ni kvadrati minus 1 taqsim 2A kare A plus B teng B kvadrat plus A plus B ni kvadrati minus 1 taqsim 2B kare A plus B. Mana shular hammasi kosinus alfa edi. Tenglashtirib yuboramiz. Ikkilar qisqardi, A plus B lar qisqardi. Proporsiya qilsak, demak A kvadrat B kare A plus B ni qavs kvadrati minus B teng AB kvadrat A kare A plus B ni qavs kvadrati minus A. Bir tomonga olib o'tamiz. Demak, mana bu ikkalasidan A plus B ni kvadratini chiqaradigan bo'lsak, B minus A bo'ladi. Endi mana bu ikkalasidan minus AB ni chiqaradigan bo'lsak, B minus A bo'ladi va yana minusni chiqarsak, B minus A bo'ladi. Ikkala tomonni B minus A ga bo'lib yuboramiz. Chunki B minus B bilan A bir-biriga teng emas edi. Shartida aytgandiki, mana bu o'rtasi emas, A bilan B teng emas deyapti. Yaxshi, bo'lib yubordik. Shunda bizda A plus B ning kvadrati minus AB minus 1 teng 0. Soddalashtiradigan bo'lsak, A kvadrat plus AB plus B kvadrat teng 1 ligi kelib chiqadi. Xo'p, endi shundan foydalanib kosinus alfani hisoblash mumkin bu yerda. Kosinus alfani o'rniga mana shu narsa kosinus alfaga teng edi deylik. Kosinus alfa barobar A kvadrat plus A plus B ning kvadrati minus 1 taqsim 2A kare A plus B. Xo'p, keling bunday qilamiz. 1 ni o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuboramiz. Shunda 2A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat minus A kvadrat minus AB minus B kvadrat. Bu yerda endi B kvadratlar qisqaryapti. Qolganlar ixchamlanadi. Mana bu yerda yozaylik. 2A kvadrat qoladi
va plus AB qoladi. Yo'q, A kvadratdan bitta qolar ekan, uzr. A kvadratdan bitta qoladi. Mahrajda esa 2 karra A plus B. Agar sezgan bo'lsak, bular qisqarib ketsa 1 taqsim 2 chiqyapti. Bu degani kosinus alfa teng 1 taqsim 2 alfa 60 gradus ekan. Alfa 60 gradus bu juda ham yaxshi. Alfa kelib chiqqan bo'lsa 60 gradusligi. Endi P qoni topa olamiz. Endi xuddi shunday kosinuslar teoremasini endi mana bu uchburchak uchun ishlatamiz. P qoni kvadrati teng yana A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB kosinus 120 gradus bo'ladi. Mana yuqoridagi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda A kvadrat B kvadrat bu 120 gradusga teng bo'ladi. Kosinus 120 da minus 1 taqsim 2. Bu A kvadrat plus B kvadrat plus AB bo'lib qoladi. Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Bu narsa 1 ga teng edi. Yuqorida buni 1 ga tengligini isbotlab bo'lganmiz. Demak, 1 ga teng bo'lgandan keyin P qoni kvadrati teng 1. Bundan P qu teng 1 ligi kelib chiqadi. Demak, P qu masofamiz 1 ga teng ekan. Shunga o'xshagan misollarni yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizning Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.